Minecraftdagi buyumlardan foydalanishning eng g'alati usullari. Vagonetka Minecraftdagi eng zo'r hamda eng qiziqarli transport vositalaridan biri hisoblanadi, lekin u faqat bir kishiliksiz do'stingiz bilan unga minolmaysiz. Ammo agarda siz tuyani spawn qilsangiz hamda unga egar qo'ysangiz, keyin esa uni vagonetkaga mindirsangiz, u vagonetkaga minadi hamda siz tuyaning ustiga bemalol minib olishingiz mumkin. Minecraftda esa tuyalar 2 kishilikka mo'ljallangan, shu sababli bitta vagonetkada siz bemalol do'stingiz bilan uzoq yerlarga 2 kishi bo'lib sayohat qilishingiz mumkin. Maze Minecraftdagi eng ajoyib qurollardan biri hisoblanadi. U yordamida siz tepadan kelib istalgan mobni bir udarda urib tushirishingiz mumkin. Lekin siz buni bilarmidingiz? Nafaqat moblarni, balki bloklarni ham urishingiz mumkin. To'g'ri, oddiy holatda siz ursangiz u hech narsa bo'lmaydi. Ammo Bedrock Editionda blok tushayotgan holatda u entity sifatida qaraladi. Hamda agarda blok tushib, masalan, qum tushib ketayotganida uni ursangiz, u chindan ham effekt beradi hamda siz uni urib tushira olasiz. Netherga borganingizda sizda bo'ladigan eng katta muammolardan biri bu albatta yonilg'i topish pechka uchun. Lekin agarda siz oddiy daraxtlarni chopib, shunchaki ularning yog'ochidan men yonilg'i qila olaman deb o'ylagan bo'lsangiz, siz juda ham adashasiz. Nether'dagi daraxtlarning turi umuman yonmaydi hamda siz ularni pechkaga solsangiz ham bu butunlay foyda bermaydi. Lekin bu yerda bir kichik ayyorlik ishlatish mumkin. Agarda siz daraxtdan avvalo cho'pga aylantirsangiz hamda uni keyinchalik esa narvonga aylantirsangiz, bu haqiqatan ham pechkada yonishi mumkin. Axir bu ham xuddi yonmaydigan daraxtdan tayyorlangan bo'lsa ham Minecraft baribir buni yonadi deb qabul qiladi. Shuning uchun bu yerda siz daraxtdan bemalol foydalanishingiz mumkin. Minecraftga mis bloki qo'shilgandan keyin u metal buyumlar ichida eng noyoblaridan biriga aylandi. Chunki u boshqa metal buyumlarga qaraganda oksidlanish quvvatiga ega. Agar mana shunday bir tekis qilib devor shaklida mis bloklarni terib chiqsangiz hamda unga asal blokini sursangiz, ushbu bloklar hech qachon zanglamaydi hamda u siz xohlagan holatda turgan bo'ladi doim. Qolgan mis bloklar esa vaqt o'tib oksidlanadi hamda faqatgina sizning xabaringiz qola oladi. Siz savdolashish markazi qurish uchun jetillarni mana shunday qilib o'z ish stollarining yoniga qo'ydingiz. Lekin siz ko'rdingizki, bu yerda juda ham katta muammo bor. Jetillar bu yerdan bemalol chiqib qochib ketishi mumkin. Ularning ustini yopish hamda shu kabi narsalarni qilish kerak. Lekin buning oddiygina samarali yo'li mavjud. Agarda siz pastdagi polni shunchaki asal blokka almashtirsangiz hamda keyinchalik uning ustiga jetillarni qo'ysangiz, bilasizki, asal blok sakrashni bekor qiladi. Jetillar hech qachon o'z joylaridan qo'zg'alay olishmaydi hamda ular doimiy bitta joyda turishadi. Menimcha bu Minecraftda do'stingizga qilishingiz kerak bo'lgan eng katta hazillardan biri hisoblanadi. Barchamiz bilamizki, agarda biz pastda ozgina suv turganini ko'rsak, birinchi bo'lib u yerga sakrashga harakat qilamiz. Hamda do'stingiz ham shunday o'ylaydi hamda u yerga sakraydi. Lekin qarabsizki, bu tuzoq, u yerda shunchaki sandiqlar turgan bo'ladi. Chunki Minecraft sandiqlarni boshqa bloklarga qaraganda anchagina yaqinroq turgan paytingizda render qiladi xolos. Agarda siz sandiqlardan juda ham uzoqlashib ketsangiz, u shunchaki yo'qolib qoladi. Aynan buni biz o'zimizning foydamizga ishlatishimiz mumkin. Agarda biz sandiqlarning tagiga suv qo'yib, uning ustiga sandiqlarni qo'ysak, biz biroz teparoqqa chiqqanimizdan keyin sandiqlarning teksturasi shunchaki yo'qolib qoladi. Do'stingiz esa u yerda sandiq turishi xayoliga ham kelmasa kerak. Men sizga 100% ayta olamanki, siz eng birinchi bo'lib Skyblock o'ynaganingizda albatta lava hamda suvni ikki yonga qo'ygan holatda ikkalasini ham yo'q qilib qo'ygansiz hamda obsidianga aylantirib qo'ygansiz. Bilaman, bunday bo'lmasligi uchun siz birozgina suvni uzoqroqqa, 4 blok uzoqroqqa, lavani biroz uzoqroqqa bunday qilishingiz kerak. Lekin sizga oddiygina samara beradigan usulni aytaman. Siz shunchaki vertikka kirib ozgina zina yasang. Skyblockda turganingizda albatta birinchi bo'lib daraxt bo'ldi hamda u bemalol bitta zinaga yetadi. U yerga esa zinaning yonboshiga suvni qo'yasiz hamda bu tarafiga lava hamda oddiygina 3 blok ichida tuzilgan tosh generatori. Yog'ochning yonib ketishidan esa umuman xavotir olmang, chunki uning orqasida suv turganligi bois u hech qachon yonmaydi. Agarda siz yurayotganingizda dandelion gulni ko'rib qolsangiz, uni hech qachon tashlab ketmang. U yordamida siz Netherda juda katta yordam olishingiz mumkin. Netherda qo'ziqorinlar ko'p bo'ladi. Sizga oziq-ovqat yetishmovchiligi uchrash tabiiy. Lekin agarda siz oddiygina sho'rva qilsangiz, dandelion gulni qo'shish orqali unga effekt berishingiz mumkin. Va u sizning ochligingizni deyarli to'liq tiklaydi 2 baravarga. Shoshmanglar do'stlar, bugungi videomizning sponsori MineHype kanali bo'lganligi uchun albatta uning kanaliga ham obuna bo'lishingizni esdan chiqarmang. Albatta havolani qoldiraman. Endi esa davom etamiz. Menimcha bu muammo sizda ham bo'lgan. Siz biron bir karta yoki shunga o'xshash narsa qurayotganingizda siz ma'lum bir dekoratsiyalar qilasiz hamda bambuk yoki shu kabi o'sadigan narsalardan foydalanasiz. Lekin siz qilib qo'ygan balandlikdan anchagina balandgina o'sib ketish holatlari bo'lishi mumkin. Bu istalgan o'simlik bilan sodir bo'ladi. Chunki Minecraft qoidasiga ko'ra ular o'sishi kerak. Lekin buni oddiygina trik yordamida hal qilishingiz mumkin. Sizga shunchaki ip kerak xolos. Agarda ipni qo'ysangiz, uning ustiga yoki pastiga ularning o'sishini butunlay to'xtatadi. Bu usuldan albatta foydalanib ko'rishingiz kerak.
Do'stlar, kanalimizda 10 ga yetish uchun deyarli hech qancha qolmadi. Iltimos, videoga like bosib kanalga obuna bo'lishingizni so'rayman. Hammaga xayr.